nafasli tutishni bas qil. Rostdan men hech qanday malika emasman. Men Xannaman. O'zim ham shunday o'ylagandim. Vuli, Ha, qarab tur, qochib ketmasin. menmi? Bu safar pand berma. Bu seni oxirgi imkoniyating. Xo'p bo'ladi, dada. Katta. Kapitan, ana endi biz bu yerdan uchib ketamizmi? Yo'q. Shoshilmanglar. Men hali yana do'st orttirishim kerak. Qochishni xayolingga ham keltirma. Malika Rey. Men Malika Rey emasman. Meni qo'yib yuboringlar. Rosti biroz o'xshamay turibsan. Lekin dadam seni qo'yib yubormaslikni buyurgan. Yo'q, og'riyaptimi? Ha. Latigan ko'rinasan. Ket tuzatib qo'yaman. Hechamda senga ishonadi deb qoldirma bo'lma. Qo'rqma. Seni sozlab qo'yaman. Keyin og'rimay qo'yadi. Hechamda. Biz yetib keldik. Qani, ishkahda bo'lsa kerak. Buni qutqarishimiz kerak. Ro'yga shoshma. Ular juda ko'pchilik. Avvaliga reja tuzish kerak bo'ladi. Ha. Ana bo'ldi. Tayyor. Qoyil, og'rimay qo'ydi. Judayam ajoyib. Aytgandek, nega bu narsani vaqtliroq mendan so'ramading? Menga hech kim e'tibor qilmaydi. Birinchi bo'lib yaxshi munosabatni faqat sen qilding. Rahmat senga. Arzimaydi. Aytgandek, men Xanaman. Xana? Rostdan ham malikaga o'xshamay turibsan. Men esa Vuliman. Ana u katta qaroqchi esa mening dadam bo'ladi. Ha, shuning uchun men ham qaroqchiga aylanishim kerak. Lekin aslida men qaroqchi bo'lishni hech ham istamasdim. Unda dadang bilan gaplash. Yo'q. Dadamni jahli juda ham yomon. Men juda ham qo'rqaman. Bu qanday tovush bo'ldi? Hujum. Hujum. Tayo? Zudlik bilan Xanani qo'yib yuboring. Ana endi qo'lga tushdi. Ular o'ylaganimdan ham ko'p ekan. Ko'rsatib qo'yamiz. To'xta. Leni, bo'la qol. Barakalla. Ko'rsatib qo'yamiz. Endi meni Olg'a. yo'q. Hadi. Qo'ya. Uddaladik. Ahvolingiz qalay? Bolalar, shu robot haqida aytganmidingiz? Ha, bu o'sha. Qochdi. Bo'ladi. Bunaqasi ketmaydi. Tayo. Uni chalg'itib tur. Sib ololmaysan. Yordam bering. Yordam. Voy. Ha, uddaladi. Yine tuzog'iga tushdi. Ha? Qo'sh qalay. Okey, bopladik. Endi Xanani qutqarishga boramiz. Olg'a. Seni kutgandim, Tayo. Tayo, mitti avtobus. Va nihoyat men mana bu mitti avtobuslarni tutdim. Qopqonga tushdik. Tayyorlaring. Hozir hammasi uchun javob berasiz. Bolalar, Vuli, meni qo'yib yubor. Ularga yordam berishim kerak. Kechirasan, lekin unday qila olmayman. Axir o'zing birovlarni xafa qilishni istamayman deding-ku.
istamayman. Lekin baribir dadamni ishonchini qozonishim kerak. Vuli, iltimos. Nima qilsam ekan? Biram yordam bergim kelyaptiki. Lekin dadam so'nggi imkoning dedi. Endi nima qilamiz? Balki men to'siqni sindirarman. Sinmayapti. O'yinchoqlaringiz bunga yordam bermaydi. Askarlar, ularni kemaga orting. Nima bo'ldi? Kim qafasni olib qo'ydi? Men olib qo'ydim. Malikaring, Bu yerdan qanday chiqding? Buni keyin aytib beraman. Ehtiyot bo'linglar. Bizdan xavotir olma, Xana. Ha, biz eplaymiz. Bardam bo'ling. Voy, voy. Nimalar bo'lyapti? Sehrning kuchi tugab qoldi shekilli. Endi qurolingiz yo'q, hech narsa qila olmaysiz. Askarlar, Malika Ray va uni do'stlarini ushlang. Xo'p bo'ladi. Ularga yaqinlashma. Frank, Sitopet. Bular kim bo'ldi? olma. Nima bo'lyapti? Axir bu Kliver yaprog'i-ku. Qaranglar. Qo'yil. Malika Ray. Malika Ray. Kliver yaprog'i ularga super iqtidor taqdim qildi. Yo'q. Super robotlar olg'a. Yo'q, super robotlar. Bu nima? Yo'q. Hey, qani qo'yib yuborchi. Mana senga. Dam olishga erta. Hali ular juda ko'p. Bo'lmasa, ushlanglar ularni. Bolalar, shoshilinglar. Qani, qani. Qani. Bu tomonga o't. Ehtiyot bo'l. Tayyor. Shoshmang. Qani. Vuli. Huli. Nega sen? Hoziroq bas qiling. Huli, nima qilyapsan? Men hamma bilan do'st bo'lishni istayman. Urush qilishni bas qiling. Iltimos. Lekin dada. Vuli hammasi joyidami? Super robot, Hulini ushla. Bugunga yetarli. Malika Ray, meni tinch qo'yadi deb o'ylama. Men qaytib kelaman. Olg'a. Mayli. Vuli, Ketdi. senga katta rahmat. Senga ham. G'alaba qozondik. Kechirasizlar, men tufayli muammoga uchradingiz. Bu nima deganing? Biz shunchaki shahrimizni himoya qildik. Hammangizga katta rahmat. Kliver sayyorasiga mehmonga kelinglar. Jon deb boramiz. Xo'p, mayli. Xayr. Xayr, Malika Ray. Malika Ray. Tayyor. Tayyor. Dars vaqtida uxlash mumkin emas.
tushib